Assalomu alaykum azizlarim. Bugun siz bilan birga oshxonangizdagi eng katta yolg'onlarni yorib chiqamiz. Gap yo'qlar haqida. Qaysi biri sizni uzoq umr ko'rishga yetaklaydi, qaysi biri esa sekin-asta ichingizdan zaharlaydi. Men siz uchun 5 darajali temirdek qattiq reyting tuzdim. Yuqorida turgan yo'q shoh. Pastda turgani xavfli dushman. Bu video oxirigacha ko'rilmasa gunoh, chunki ba'zi faktlar miyangizni portlatib yuboradi. Obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing va tayyor bo'ling, hozir haqiqat portlaydi. Birinchi o'rin barakasi bilan zaytun yog'i. Bu yog'ning shuhrati osmonda va bu shuhrat haqli. Nega desangiz, u polifenollar bilan to'lib toshgan. Bu polifenollar nima qiladi? Tanadagi yuzlab jarayonni bir zumda yaxshilaydi. Insulinni joyiga qo'yadi, miyangizni o'tkirlashtiradi, tomirlaringizni po'latdek qiladi, jigaringizni himoya qiladi. Eng muhimi, katta populятsion tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Kim kuniga zaytun yog'i ichsa, saraton xavfi ancha pasayadi. Aynan shu yog' tufayli O'rta Yer dengizi dietasi dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Unda E vitamini ham to'kib tashlangan. Shoh yog' deysizmi? To'g'ri aytasiz. Lekin men hech qachon yolg'on gapirmayman. Kamchiliklari ham bor va ularni hozir yuzingizga aytaman. Birinchidan, saqlash shartlari qattiq. Yorug'lik tushsa, bir haftada hammasi barbod. Shaffof shishada zaytun yog'i ko'rsangiz, o'sha do'kondan yugurib chiqing. Faqat qorong'i shisha, faqat shkafning eng chuqur burchagida saqlang. Ikkinchidan, oksidlanadi. Ochilganidan keyin 1-2 oy o'tsa va ta'mi achchiq bo'lib qolsa, darhol axlatga. Chunki oksidlangan zaytun yog'i endi foyda emas, balki rak hujayralarini oziqlantiruvchi zaharga aylanadi. Uchinchidan, soxtaligi osmon choqqisi. Italiyaning o'zida bozorning 80 gacha zaytun yog'i soxta ekan. Eng arzonini olish, o'zingizni ahmoqona aldash. To'rtinchidan, ba'zi odamlarda ko'p ichsa ich ketadi. Beshinchidan, qovurishga mutlaqo yo'q. 177 darajada yona boshlaydi va kanserogen moddalar chiqaradi. Faqat salatga xom holda zavq bilan. Shunga qaramay, barcha kamchiliklarga qaramay, zaytun yog'i baribir eng yuqori bahoni oladi. Yashil zona, chempion, shoh. Endi ikkinchi o'rin kunjara yog'i. Bu yerda hammasi teskari, azizlarim. Kunjara yog'i har bir uyda bor. Arzon. Qulay. Lekin sog'liq uchun. Bu katta savol belgisi. Plyuslari. Bitta E vitamini bor. Ikkinchisi, cho'ntagingizni yirtmaydi. Hammasi shu, do'stlar. Boshqa plyus, endi minuslarni sanab o'tirmayman, chunki ular juda ko'p. Eng kattasi, omega 6 ning dahshatli miqdori. Zamonaviy odam allaqachon omega 6 dan bo'g'ilib o'tiribdi. Kunjara yog'i esa uni yana 10 barobar oshiradi. Natija: surunkali yalliglanish, yurak kasalligi, bo'g'im og'rigi, hatto depressiya xavfi oshadi. Yagona to'g'ri yo'l shu, faqat raffinatsiyalangan kunjara yog'ini oling va faqat qovurish uchun ishlating. Go'shtni qovurgandan keyin salfetka bilan artib tashlang, yog'idan qutulish uchun. Salatga quyish. Hech qachon. Bu oz qolingiz bilan zahar ichish. Natija: kunjara yog'i toq sariq zona. Foydasi kam, zarari ko'p. Undan ancha yaxshiroq variantlar bor. Uchinchi o'rin zigir yog'i. Bu yerda ko'pchilikning jagi tushadi. Chunki zigir yog'i omega 3 bo'yicha mutlaq jahon rekordchisi. 100 grammda 53 gram omega 3. Boshqa hech bir yog'da bunday yo'q. Siz hozir o'ylayapsiz, unda nima uchun u birinchi o'rinda emas? Sabab shu, do'stlar, omega 3 ning 3 xili bor, ala, epa va txa. Eng qimmatlilari epa va txa, ya'ni baliq yog'idagilar. Zigir yog'ida esa deyarli faqat ala bor. Tana bu alani epa va txaga aylantirish kerak, lekin inson organizmi buni juda yomon bajaradi. Atigi tort 6%. Qolgan 94-96% shunchaki bosh kaloriya bo'lib, hojatxonaga ketadi. Ikkinchi dahshatli muammo, zigir yog'i eng tez oksidlanadigan yog'. Men o'zim sinab ko'rdim, yangi shishani ochdim, salatlarga qo'shdim. Bor yog'i 5-6 kundan keyin achchiq bo'lib qoldi. Endi undan foyda emas, faqat zararni bor. Xulosa: zigir yog'i qog'ozda chempion, hayotda esa katta umidsizlik.
Hozircha u ham toq sariq zonada qoladi. Davomi keyingi qismda. U yerda sizni ikkita yog kutmoqda. Biri hamma kutgandan ham ajoyib chiqadi, ikkinchisi esa eng xavfli yog unvonini oladi. Kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing va do'stlaringizga ulashing, chunki bu ma'lumot hayotni saqlab qolishi mumkin. Davomini kutib qoling, azizlarim. Do'stlar, endi davom etamiz va hozir sizlarni hayratda qoldiradigan, ko'zlarni katta ochadigan qismlar boshlanadi. Qo'llaringizni tayyor tuting, chunki faktlar oqdek uchib keladi. Zigir yogi haqida gapni tugatamiz. Men shunday bir hiyla o'ylab topdim. Maxsus vakuum probkasini sotib oldim, shishaga tiqdim, nasos bilan ichidagi hamma kislorodni sorib chiqardim, ustiga yana muzlatgichga qo'ydim. Natija qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Oddiy holatda 5 kunda achchiqlashsa, endi 10 kunda achchiqlashdi. Ya'ni umrini 2 baravariga uzaytirdim. Qahqah olamshumul. Xulosa shuki, zigir yogini shishasini ochgan kuningizdan boshlab 1-2 haftada tugatishingiz kerak. Bir haftada bir shisha zigir yogini kim ichadi, aytingchi. Qovurishga esa umuman yaqinlashtirmang, tutun chiqishi bilanoq zaharli bomba bo'lib qoladi. Teoriyada afsona. Amalda katta lekinlar bilan keladi. Shu sababli zigir yogiga men baribir yashil zona beraman, lekin shartli yashil, tez iching, aks holda o'zi sizni ichadi. Keyingi margarin. Bu yerda gapirmasa ham bo'ladi, lekin aytaman. Kim mening kanalimni ko'p ko'radi, u allaqachon biladi. Margarin oshxonada bo'lishi mumkin bo'lmaydigan mahsulot. Unga qo'l tekkizish ham gunoh. Plyuslari. Faqat 2 ta buzilmaydi va ba'zi aqlli ishlab chiqaruvchilar ichiga D vitamini, A vitamini solib, yorliqqa foydali deb yozib qo'yishadi. Buni yeyaveradigan odamni ahmoq qilish oson. Minuslari. Transferlar. Yurak, tomir, miya hammasiga dushman. Baho eng qizil, eng past zona. Oshxonangizdan haydab chiqaring, do'stlar. Endi yong'oq yogi. Mana endi olov boshlanadi. Gretskiy yong'oq, barcha yong'oqlar ichida shox bo'lsa, uning yogi, shoxlar shoxi. Omega 6 va omega 3 nisbati idealga yaqin, tomirlarga, ko'zga, miyaga, hamma joyga foyda. Kamchiliklari. Oksidlanishi mumkin, qorong'i joyda, vakuum probka bilan saqlang. Yong'oq allergiyasi bo'lsa, yaqinlashmang. Boshqa gap yo'q. Yong'oq yogi, toza yashil zona, eng yuqori baho. Shox yoglardan biri. Keyingi kokos yogi. Bu yog haqida olimlar hali ham urushib yuribdi. Plyuslari, qalqonsimon bezga o'rtacha yordam berishi mumkin, minerallarni yaxshi sorilishiga yordam beradi va eng muhimi, qovurishga juda zo'r. Ko'pchilik mutaxassislar aytadi, agar qovurmoqchi bo'lsangiz, kokos yogidan yaxshisi yo'qdi. Minuslari. Juda ko'p to'yingan yog. To'yingan yog kerak, lekin dozasi oshsa, muammo. Natija sariq zona. Yomon emas, lekin undan ham yaxshilari bor. Keyingi avokado yogi. Bu yog haqiqiy aristokrat. Fitosteronlar bilan to'lib toshgan, jigar va ot pufagini qo'llab-quvvatlaydi, arteriyalarni elastik qiladi, hatto teri yaralarini tezroq bitirishi haqida tadqiqotlar bor. Kamchiliklari. Ta'mi oziga kora va soxtasi ko'p. Baho yashil zona. Juda yuqori daraja, do'stlar. Keyingi kunjut yogi. Kunjut urugi, kalsiy bo'yicha chempion, lekin osimlik kalsiy yomon soriladi. Jigar uchun yaxshi, lekin omega 6 juda ko'p, ta'mi o'tkir, ko'pincha faqat rafinatsiyalanganini topasiz. Baho sariq zona. O'rtacha. Keyingi yer yong'oq yogi. Ta'mi shirin, mazasi ajoyib, men ham oldin juda yaxshi ko'rardim. Lekin omega 6 bomba allergiya chaqiradi, yalliglanish keltirib chiqaradi. Men shaxsan undan voz kechdim, Gretskiy yong'oqqa o'tdim. Baho toq sariq zona. Tavsiya et. Keyingi soya yogi. Fitoestrogenlar, qalqonsimon bezga salbiy ta'sir, erkaklarda reproduktiv muammolar xavfi, omega 6. Baho qizilga yaqin toq sariq. Margarindan sal yaxshiroq xolos. Keyingi makkajo'xori yogi. Xuddi shu hikoya, omega 6, yalliglanish, qizdirganda vitaminlari yo'qoladi. Yana toq sariq zona. Va nihoyat, palma yogi. Dunyo uni millionlab tonna sotib oladi, chunki arzon, uzoq saqlanadi, har qanday shokolad pechenyega solib yub berishadi.
Qizil palma yogida karotinoidlar bor, lekin u do'konlarga yetib kelmaydi. Oddiy oq palma yogi esa to'g'ridan to'g'ri ateroskleroz, tomirlarning tiqilib qolishi, surunkali kasalliklar bilan bog'liq. Eng past baho, eng qizil zona. Margarin bilan bir qatorga qo'yaman. Oshxonangizga yo'l yo'q. Do'stlar, hozir kommentariyada yozing, siz qaysi yog'ni ko'proq ishlatasiz? Zaytunmi? Kokosmi? Kunjara bilan yashayapsizmi? Yozing, bir-birimizdan o'rganamiz. Va albatta, hozir ekranda chiqqan videoni darhol oching. Ichak uchun eng yaxshi va eng yomon mahsulotlar te. U yerda ham miyangizni portlatadigan faktlar bor. Agar video yoqsa, like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqing va keyingi videoda yana uchrashamiz. Sog' bo'ling, haqiqat bilan yashing, azizlarim. Keyingi videoda ko'rishguncha. Do'stlar, video tugadi deb o'ylagan edingizmi? Yo'q, endi eng muhim qismi boshlanadi. Mening shaxsiy qo'shimcha maslahatlarim. Bu qismni hech kim aytmaydi, lekin aynan shu maslahatlar sizning sog'ligingizni 180 darajaga aylantirib yuborishi mumkin. Diqqat, qog'oz ruchka tayyorlang, chunki hozir oltin words tushadi. 1. Eng katta xato nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik qaysi yog' yaxshi deb so'raydi. To'g'ri savol emas. To'g'ri savol, qaysi yog'ni qachon va qanday ishlatish kerak? Misol, zaytun yog'ini salatga, shoh. Lekin unda kartoshka qovursangiz, o'zingizni zaharlayapsiz. Kokos yog'ida qovursangiz, shoh. Lekin unda salat tayyorlasangiz, pulni shamolga uchiryapsiz. Har bir yog'ning o'z vazifasi bor, xuddi futbolchilar kabi. 2. Oltin qoida, 3 xil yog' prinsipi. Har kuni idishingizda 3 xil yog' bo'lsin. Salatda, zaytun yoki yong'oq yog'i, xom, extra virgin, qovurishda, kokos yoki avokado yog'i, issiqlikka chidamli ichish uchun, ertalahlab, och qoringa, zigir yoki chia urugi yog'i, 1 choy qoshiq, vakuum probka bilan saqlangan holda, shu uchlik bilan siz omega 3, omega 6, polifenollar, to'yingan yog' hammasini muvozanatda olasiz. Oshxonangizda qizil chiziq, qo'ying quyidagi yog'larni umuman uyga kiritmang. Palma yog'i, yashirin holda shokolad, pechenye, chipslarda bo'ladi, yorliqni oqib ko'ring. Margarin va spiritlar har qanday o'simlik aralashmasi, yoki raffinatsiyalangan kunjara makkajo'xori soya yog'i, faqat qovurish uchun bo'lsa ham, undan ham yaxshisi bor. 4. Yong'oq yog'ini o'zingiz tayyorlang. Do'kondagi yong'oq yog'i 90 qizdirilgan, oksidlangan holda keladi. Blenderga 300 gretskiy yong'oq soling, 5 daqiqa uring, tayyor. Bir haftada yeb tugating. Ta'mi va foydasi do'konnikidan 10 barobar yuqori. 5. Yog'ni muzlatgichda saqlash hiylasi. Zaytun, zigir, yong'oq, avokado yog'larini muzlatgichning eshik qismiga qo'ymang, u yer issiqroq. Eng pastki javonga, orqa tarafga qo'ying. Ochilgan shishani har safar ishlatgandan keyin qog'oz salfetka bilan og'zini artib qo'ying, kislorod kamroq kiradi. Bolalarga qanday yog' berish kerak? 6 yoshgacha faqat zaytun, kokos, sariyog', sariyog' haqida keyingi videoda gaplashamiz. Zigir yog'ini 10 yoshdan keyin choy qoshiqning uchi bilan boshlang. Yong'oq yog'i, allergiya yo'qligiga 100 ishonch hosil qiling. Qanday qilib arzon zaytun yog'ini haqiqiylik testidan o'tkazish mumkin? Uy sharoitida 2 ta sinov, muzlatgichga 2 soatga qo'ying, haqiqiy extra virgin qattiqlashib qoladi, xuddi sariyog'dek. Bir tomchi plastinkaga tomizib, barmog'ingiz bilan ishqalang. Agar darhol sariq dog' qoldirsa va yoqimsiz hid bersa, soxta. Yog'ni ichish haqida so'nggi ilmiy fakt. Har kuni bir osh qoshiq extra virgin zaytun yog'ini och qoringa ichgan odamlarning lidl yomon xolesterin 12-18 ga tushgani isbotlangan. 2024 yilgi meta tahlil. Lekin shart, yog' polifenoli yuqori bo'lishi kerak. Yorliqda 250 mg dan kam bo'lmasin. Eng katta yanglish tushuncha, raffinatsiyalangan yog' zararsiz degan gap, yolg'on. Raffinatsiya jarayonida yog' 200-250 gacha qizdiriladi, vitaminlar yo'qoladi, transferlar paydo bo'ladi. Hatto yuqori olenli deb yozilgan kunjara yog'i ham xom holda yeyishga yaroqsiz. Va nihoyat, mening shaxsiy top 3 kombinatsiyasi. Har kuni shunday qilaman. Ertalab 1 choy qoshiq zigir yog'i, 1 osh qoshiq zaytun yog'i suv bilan aralashtirib ichaman. Tushlik salatida zaytun yoki yong'oq yog'i, limon sharbati, kechqurun qovurishda faqat kokos yog'i. Natijada 3 oyda terim tozalandi, energiya oshdi, qon tahlillarim ideal holatga keldi.
Do'stlar, endi sizda haqiqiy qurol bor, bilim. Endi oshxonangizni tozalang, eski yoglarni tashlang, yangi qoidalarni joriy qiling. Bir oy o'tgach menga kommentda yozing, qanday o'zgarishlarni sezdingiz. Men har bir kommentni o'qiyman. Va eslatib o'taman, keyingi videoda men sariyog, qo'y yogi va boshqa hayvoniy yoglarni reytingini chiqaraman. U yerda ham portlash bo'ladi. Hozir like bosing, bu menga emas, o'zingizning sog'ligingizga qilgan yaxshiligingiz. Obuna bo'ling, do'stlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot hayotni saqlab qolishi mumkin. Sog' bo'ling, kuchli bo'ling, to'g'ri yoglar bilan yashang. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling, azizlarim.